baxtli bo'ling. Qo'sha qaring. Umringiz uzoq bo'lsin. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Oyjon, yurishlaringiz ancha yaxshi, xudoga shukr. O'zingizga kelib qolibsiz-a? Ko'z tegmasin. Ancha yaxshiman bolam. Ha, aytmoqchi. Marjonning salomi yaxshi o'tdimi? Yaxshi, oyijon. Boya so'rayman dedim. Ravshanjon bilan telefonda gaplashib chalg'ib ketdingiz-a, bola? Ha, yaxshi o'tgan bo'lsa bo'pti-da. Keling, o'tirib oling. Kundan kunga ancha yaxshi bo'lyapsiz, oyijon. Yaxshiman bolam. Voy, ana o'tirib oldingizmi? Ha, bo'ldi. Yaxshiman. Oyijon. Marjonaning salomi juda ham chiroyli o'tdi. Xavotir olmang. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Lekin Marjonaning ustidagi ko'ynaklari hammasi Zarinaning ko'ynaklari ekanligi bilinib turdi, osilib. Baribir o'zini o'lchoviga tikilmagan edi-da. Men xijolat bo'ldim. Bilmadim. Marjona ham shunga xijolat bo'ldimi yo odamlarning ustida bosdimi? Birdan hushidan ketib qolsa-chi. Voy. Hozir yaxshimi? Yaxshi, oyi. Bechora bola. To'y tashvishlar bilan bo'lib yaxshi ovqatlanmagan bo'lsa kerak edi. Men ham shunaqa deb o'yladim, oyijon. Ko'p siqilib ovqatim yemadi, choy ham ichmadi vaqtida. Uni ustiga qudamiz yomon ham asabimga tegdi. Nega? Nima balo, qizingiz tutqanoqqa bormi yo shunaqa kasalmi qizingiz deb. O'zichi mana shu o'sha Dilmurodni ayorichi Xoliq Maroq. Vahima qilsa-chi. Men ham aytdim. Voy, bu nima deganingiz? Qizimning hech qanaqa kasali yo'q. Endi to'y arafasida shunaqa bo'ladi-da. Kam uxlagan. Bolam bechora rosa azoblanibdi-da. Sho'rlik. Juda yosh edi-da. Issiq, oyi, juda ham issiq bo'ldi. Quyosh urib qo'ydi. Ey, oyijonim. Xudo ayol biram vahimachi ekan. O'zim ming xijolatda Zarinani qochib ketganiga hech nima deya olmay lom-mim demay turdim. Nima ham qilamiz? Mayli. Shunisiga ham shukr. Bundan battar bo'lishi ham mumkin edi-ku. To'g'ri. Oy, jonim. Siqilmang.